Assalomu alaykum. Siz Abukastasiz. Bugun biz yangi loyihani boshlayapmiz. Bu yerda futbol, bahs va qiziqarli suhbatlar bo'ladi. Biz bilan qoling. Assalomu alaykum. Bugun butun dunyoni ikkiga bo'ladigan o'yin El Clasico haqida gapiramiz. Real Madrid va Barselona to'qnashuvi. El Clasico formki bu shunchaki o'yin emas. Bu tarix, raqobat va haqiqiy futbol ruhi. Bugun El Clasico. Yuraklar tez uradi, do'stlik sinovdan o'tadi. Qaysi tarafdasiz? El Clasico deganda nima xayolingga keladi? El Clasico deganda xayolimga birinchi Ronaldinho keladi. U futbolni san'atga aylantirgan afsona edi. Menga Ronaldo keladi. Har kimning o'z tanlovi bor. Agar qayta ko'rish mumkin bo'lsa, qaysi El Clasico'ni tanlarding? Men 2022-yilgi El Clasico'ni tanlardim. Real Madrid 3-1 yutgan, Valverde, Benzema va Vinicius gol urgan edi. Menda esa tanlov biroz qiyin. 5-0 ni aytsam ham bo'ladi. Bernabeudagi 2-6 ham juda go'zal o'yin edi. Yana bir savol, Real Madridda ham, Barselonada ham o'ynagan futbolchilarni sanab bera olasanmi? Masalan, Figo, Ronaldo va Laudrup. Menimcha ham shular bo'lsa kerak. Sizlar ham yana bilganlaring bo'lsa, izohlarda qoldiring. Kel, endi blitz savol qilamizmi? Sen o'ylamasdan tez javob berasan. Xo'p, mayli. Blitz savol, tayyormisan? Messi yoki Ronaldinho? Ronaldinho. Camp Nou yoki Bernabeu? Camp Nou. Tiki-taka yoki tezkor hujum? Tiki-taka. Xavi yoki Iniesta? Iniesta. Luis Enrique yoki Guardiola? Guardiola. Javoblaring juda qiziq bo'ldi. Men haqiqiy Barsa fanatidek. Xo'p, mayli. Endi senga savol beraman. El Clasico'da eng ko'p gol urgan futbolchi kimligini bilasanmi? Menimcha buni hamma bilsa kerak-edi, Messi. U El Clasico'da shunchalik ko'p gol urganki, darvozabonlar uni tushida ham ko'ra boshlagan. Endi senga blitz savollar. Ronaldo yoki Mbappe? Ronaldo. Ramos yoki Pepe? Ramos. Zidane yoki Ancelotti? Zidane. Kroos yoki Modric? Kroos. Men sendan ko'proq futbolni tushunaman. Shuning uchun ham sen Real Madrid muxlisisan. Futbolni haqiqatan tushunganingda Barsa muxlisi bo'larding. Xabi Alonso nimaga va qayerga kelganini bir zumga unutib qo'ygandek bo'ldi. To'g'ri aytasan. Alonso uchun hali erta edi Realga kelishga. Chunki Real Madrid oddiy klub emas. Bu yerga kelish jasorat, bu yerda qolish esa undan ham katta jasorat. Bu klubda vaqt ham tezroq yuguradi. Yana qizig'i meni Arbeloa kim va qayerdan keldi? U ham Alonso kabi erta ketib qolmasa bo'ldi. Ko'pchilik uni deyarli tanimaydi. Lekin men uchun eng qiziq variant agar Klopp kelganida nima bo'lardi, shuni ko'rish edi. Bu juda qiziq bo'lardi. Klopp allaqachon tajribali mutaxassis. Uning emotsiyasini ko'rishning o'zi zavq. Senga bitta savol. Agar murabbiy bo'lsang va 3 ta kerakli transfer qilish imkoning bo'lsa, kimlarni olarding? Birinchi bo'lib, yarim himoyaga Vitiniyani olardim. Keyin himoyaga Husanovni olardim. Husanov zo'r tanlov. 3-transfer esa o'zimning o'rnimga mendan kuchliroq murabbiy olardim. Bu tanlovingga men ham qo'shilaman. O'zing qanday transferlar? Hujumga Hollandni olardim, yarim himoyaga Bruno Fernandesni qo'shardim, himoyani esa Van Dijk bilan mustahkamlar edim. Bu transferlar bilan Barsa yana ham kuchayib ketgan bo'lardi. Albatta. Kel, endi ko'rsatuv so'ngida jamoalarimizda o'ynagan futbolchilardan 5 kishilik jamoa tuzaylik. Xo'p, men boshlasam, darvozaga Casillasni, himoyaga esa Ramosni olardim. Yarim himoyaga Zidane bilan Toni Kroos bo'lsa, hujumga esa so'zsiz Cristiano Ronaldo. Bu haqiqiy mukammal beshlik. Men esa darvozaga Ter Stegenni qo'yaman. Himoyaga Puyol, yarim himoyaga Ronaldinho va Iniesta, hujumga esa albatta Messi. Bugungi sonimiz shu yerda to'xtaydi. Keyingi sonda qaysi klublar haqida bo'lishini izohlarda qoldiring. Barchaga rahmat. Barchaga rahmat. Keyingi sonda ko'rishguncha bizga obuna bo'ling. Kamchiliklarga rozi bo'ling. Abuka sahnasida ovozlar uyg'onar, har so'zda fikr, har lahza porlar. Bu yerda suhbat yurakdan chiqadi, biz bilan qol, hikoya davom etadi. Abuka sahnasida ovozlar uyg'onar, har so'zda fikr, har lahza porlar. Bu yerda suhbat yurakdan chiqadi, biz bilan qol, hikoya davom etadi. Abuka sahnasida ovozlar uyg'onar, har so'zda fikr,
har lahza porlar. Bu yerda suhbat yurakdan chiqadi. Biz bilan qol, hikoya davom etadi.